Ovoz ekran bor a? Yana bir qator tekshirib olaylik. Rekordingni bosib qo'yaman-da keyin. Bor ustoz. Hop, hop. Bir. Ovoz past balandligi qanaqa? Yaxshi. Balandlik bo'lyapti. Ustoz. Yozmish Nodirbek Ismoilov, ikkinchi qism, ikkinchi variant 41-savolini ko'rishlikni boshladik. Bismillah, Allohu oson qilsin. Demak, odamlarda bo'yni uzunligi 3 juft polimer gen ta'sirida irsiylanadi. Katarakta, polidaktiliya dominant avtosoma kasalligi bo'lib, u kasalliklarni yuzaga chiqaruvchi genlar bitta avtosoma xromosomda to'liq birikkan holda irsiylanadi. Demak, katta A katarakta, kichik A o'z-o'zidan So'q. katta B Polidaktiliya. kichik B'lar So'q. eng qizig'i bu ikkovi to'la birikish. Hop. Ko'z soqasini normal shaklda bo'lishi D anaftalmiyaga nisbatan chala dominant qilib, heterozigotalarda ko'z soqasining shakli mikroftalmiya bo'ladi. Demak, katta D normal, heterozigotali mikroftalmiya va kichik D'lar anaftalmiya. Hop, tish emalini qo'ng'ir bo'lishi, oq bo'lishiga nisbatan dominantlik qilib, X xromosomi birikkan holda irsiylanadi. Demak, X katta H qanaqa ekan? Qo'ng'ir. Qo'ng'ir. 128 talab ketmayaptimi? 64 talik chiqadi ekan. Nechtalik? 64 talik. Ko'ramiz. Proband o'g'il bola bo'lib, uni otasini bo'yi qanaqa bo'lgan? 70 santimetr. Hop. Ko'z soqqasi normal. Katta Ya'ni ko'z D'lar. soqqasi normal bo'lgan. Undan keyin katarakta va polidaktiliya kuzatilmagan. To'g'rimi? Hop. Onasini bo'yi 160 santimetr. Kichkina A bilan kattani to'polamiz shundan. Hop. Anaftalmiya bilan kasallangan. Ya'ni u anaftalmiya ekan. Katarakta va polidaktiliya kuzatilmagan. Hop, mana bu yerda X, Y ni yozmabman. Kishi qo'ng'irmidi ekan dadasini? Hop.
Katarakta va polidaktiliya kuzatilmagan. Ikkovida ham kuzatilmagan ekan katarakta bilan polidaktiliya. Shunaqa. Ha, shunday. Hop. Ko'z tishi qanaqa? Oq. Oq. Endi mana bu ularning o'g'li kichik harfni oladi. Katta A1, kichik A1 bo'ladi. Trigidrazgod. Bu bo'ladi. Shunday. Regetrazgota. Undan keyin mana bu bo'ladi. Getrazgota bo'ladi deyiladi. Hadanigini nechtaga tezga o'tib ketdi bu? 4ta. Mana bu bilan 5ta. Yo'q, 5ta. Y bilan 5. 5ta, ha, Y bilan 5ta. Alloh sabr bersin. Proband turmush o'rtog'ining bo'yi 150 cm. Ya'ni hammasi Resessiv. Shunday. Bechora. Ko'z soqqasi normal. Katta derler. Hop. Proband katarakta va polidaktiliya kuzatilgan. Onasini ajdodida Getrazgota bo'lgan. dominantlar bir tomon. Hmm. Tishi qanaqa? Oq. Oq. O'l degan odam yo'q mana. 16 taga to'rttalikmi? 32 taga ikkitamiz. Bu to'liq bir ekan. 2 ikkita bo'ladi. 4, 5. 2'nin 5'ini seçtik yeni kitabında. Bo'pti. Nima qilardik? Jamiyat olamiz. Jamiyatdan olib ko'ramiz unda. Hop. Bunu olsa jamiyatdan yozib chiqishdi. Adamı etki. Hop. Bunu ortasını yazar. Nasıl sorarsan. Yani o. Ularni hammasiga nima yozib chiqaman? A1. Ha, A1'lik. Katta. Hop.
Endi bularga hop. Endi keyingi belgim yana keltirib o'taylik. 8 tasiga katta 2. Qo'ygan 8 tasiga. To'g'ri, vaqtingiz olayotganga o'xshaydi, lekin ilojimiz yo'q. Ustoz, ana bu 33 ga 256 talik olib tushishi mumkinmi? Nima bo'lishi mumkinmi? 33 bilan kommunal sertifikatga o'shanga 256 talik olib chiqishi mumkinmi? Bilib bo'lmaydi. Unda vaqtni taqsimlayolmaymiz-ku. Endi 256 talik tushadi yo tushmaydi bilmayman-ku, lekin 64 talik tushishi mumkin. 14 talik tushadi, lekin 256 talik. Keyingi belgi yana keltirib o'tamiz. Yo, 256 talik bo'lsa ham, nima deydi? Qiyin bo'lmaydi. Formulaga qo'yib chiqarsangiz bo'ladigan bo'ladi. Polimerlik tushdi-da. Bitta sertifikatga ko'rdim. Uni monodragaga qo'yib ham ishlab bermaydi, boshqacha umuman yo'l yo'q. Agar poliploidiya bo'lmasa-ki, monodragaga qo'ysa bo'ladi. Asli poliploidiyani ham monodragaga qilsa bo'ladi, lekin sizlar adashib qolasizlar-da uni ichida. Shunday. Hozir mana bu meni asabimni buzyapti. Oddiy 64 talik. Qo'y. O'quvchini ham, oddiy odamni ham vaqtini olmaydi. Chiroyli qilib yozib ham bo'lmaydi-da, buni boru. Sablar tugab ketadimi, chiroyli qilib yozaman degancha. Bunaqa holatdagi masala tushsa ertaga, shunchaki yozib qo'yib, pinni to'ldirib qo'yishga ham unaqada bu. Xo'p, ikkita kattada, ikkita kichkinada yozaman menda. Menda mayda sertifikat imtihonida savol tushgan. Ishoning 64 talik oddiyda.
Ana. Tugadi bittasini. Hop, mana bizda 64 talik pinnet tuzildi. Endi hop, ABC bo'yicha hisoblaymiz. Hop, sharti bo'yicha mana bu yerda biz katta a'lar qanchaligini, kichik a'lar qanchaligini yozmadik hali. Hisoblab qo'yaylik-da shuni. 4A A plus 39, 7 kichkina A 25. Shunaqa. 170. Pastagisida A 2A. plus 4B 160. Pastiga ko'paytirsak bu qisqa ketadi. 8dan 2 ketsa 6B teng 120 70 dan aytsak 150. 150. 50. Demak B'miz 25. 25. A'miz 30. 30. Biz. A'miz 25 bo'ladi. Hop, endi javob topamiz. Alloh sabr bersin. Brabant oilasida bo'y uzunligi 165 cm bo'lgan qiz farzandlari. Ana, 165 bo'lish uchun nima bo'lishi kerak? 165 bo'lish uchun Kattadan bo'lishi kerak, tamam. 3 bitirasi ko'p. 3 ta bo'lishi kerak, kattalik bo'lishi kerak. Ya'ni bu joy faqatgina qayerda bo'ladi? Mana shuni tepasida. To'g'rimi? Pastda boshqa unaqa 3 ta katta alik yo'q. 3 ta katta alik. Endi qizlar deyapti. Nima deyapti? Ko'z soqqasi normal. Ko'z soqqasi normal. Hop, yana ham teparoqqa chiqamiz. Ko'z soqqasi normal. Nimaga pastda 2 tani olmadim? Heterozigota holatda u mikroftalmiya bo'lib qoldi. Tepa normal. Endi qizlar bo'lgani uchun uni ham tepasi mana bu ikkovidan bittasi. Qanaqa bo'lishi kerak mana bu? 155 cm ekan. Abbo. Shuncha noto'g'ri oldimmi? Bo'pti. 155 cm u. Bitta kattasi bo'lishi kerakmi? Bitta katta A. Mana shu to'rovi. Tepada boshqa yo'q. Pastda ham oxirida bor. Mana shu yerdan boshlab toki mana shu yergacha. Nima bo'lishi kerak? Ko'z soqqasi normal bo'lishi kerak, a? Kichik D-liklarni olmayman. Tepadagilardan olaman. Undan keyin katarakta bilan polidaktilia bo'yicha nima bo'lsin? Kasal bo'lsin. Katarakta polidaktilia dominantlar kasal xolos. Demak, birinchi ustun. Birinchi ustun. Katta D-lik bo'lsin. Katarakta polidaktilia bilan kasal bo'lsin, qiz bo'lsin. Mana o'sha. Mana meni anaqa. Mana ayt. Mana qiz bola bo'lishi kerak. Bitta. Pastga tushaman. Hop. Endi. Mana o'sha. Undan keyin ko'z soqqa ko'zini rangini ham berganmi? Hop, birinchi buni shemal rangini keyin ko'ramiz ekan. Buni olsam, buni olmayman.
bo'ldi. Endi mana Yo'q. jona Bermagan. chiqdi. Buning ichida tish emalini rangi. Tish emali rangi hammasi oq ekanda. 3 ta. Qiz farzandlar orasida ko'z soqqasi. Xo'p. Endi buni qanday ishlaymiz? Qiz farzandimiz mana bu yerda 64 ta, 32 ta qiz bor. Asini ishlashimiz uchun. Xo'p, qarang. Yo'q, 155 santimetr bo'lgan qiz farzandlar orasida deyapti. Bo'yi 155 bo'lgani kerakmi? Bo'pti. Bo'yi 155 bo'lgani mana bu yerda 8 ta, tepada yana 4 ta, 12 ta. 12 ta. 12 taning ichida 3 ta, 100% ichida 25%. Xo'p, endi keyingisi. Brabant oilasida bo'y uzunligi 165 santimetr. Hozir birinchi olganimiz, ha? Uchoq dominantlar. Tamam, shunday. Tepasi, mana shu tepa. Xo'p, mikroftalmiya bilan kasallangan. Mikroftalmiya nima edi u? Heterozigota holatda, ya'ni mana bu tomonda emas, mana bu o'ng tomondagi to'rovni olishimiz kerak degani. Hozircha ikkita shart bo'yicha. Endi katarakta polidaktilia kuzatilmagan. Kuzatilmaydi. Hop. To'xtang. D bo'yicha mikroftalmiya bo'lish kerakmidi? Mana bularni o'chirib yuboramiz endi. Ikkita katta D bo'lgani uchun. Mana bu qatorda kuzatilmagan degani uchun chap tomondagini olmadik. Hop, tishi oq bo'lgan farzandlar tug'ilish ehtimoli. Nechta ekan bular demak? Birsiga 2 ta. 2 donami? Hop. Yo masala ishlanishi qiyin bo'ladi, yo yozilishi qiyin bo'ladi-da. Uch butun 125. 3,125. Hop. Brabant farzandlari orasida bo'y uzunligi 165 santimetr. Mikroftalmiya bilan kasallangan. Polidaktilia katarakta bilan kasallangan. Tish emali oq. Demak, 155 santimetrliklar mana bu oraliq, mana bu pastda. Hop, ularning ichidan nimasini so'rayapti? Mikroftalmiya bilan kasallangan. Qizilda belgilayman. Mikroftalmiya bo'lsa, bu qaysi tomon bo'ladi? Kichkina D-ligi bo'lar ekan-a? Ya'ni bo'ladi mana bu to'rtovi. Hop. Keyin umuman kichkina D-liklar maktab. Hop, ana bunaqasi bo'yicha ajratib olishimiz kerak edi bular ichida. Katarakta polidaktilia bilan kasalmi? Katarakta polidaktilia bilan kasal. Endi mana bu 10 qatordagilarni o'chirib yuboraman. Sababi bu katarakta polidaktilia bilan kasal bo'lmaydi. Hop, hozircha 6 ta qoldi. Keyin tish emali oq bo'lishi kerak. Tish emali hal qanaqasiga oq? Hammasi oq-da. Qo'ng'iri yo'q-ku. Bo'ldi shu. 6 ta chiqadi. 6 taqsim 64. 64 taning ichida 6 ta 100% ichida 9,375. 9,375. Xo'p, nihoyat oxirgisi. Brabant oilasida bo'y uzunligi 160 santimetr bo'lgan farzandlar orasida
160 bo'lishi uchun qanaqa bo'lishi kerak u? Ikkita dominant bo'lishi kerak. Ha, shunaqa. Bitta dominant. Bitta dominant. 160 oralig'ida belgilasak. Tepa 160 ekan, mana bu yer. Keyin. Mana bu yer ham 160 ekan. Boshqa yo'q. Mana shu 160larning ichida 160lar o'zi jami nechta bo'ldi? 8 ta, 12 ta, 24 ta bo'ldimi? 24 ta. Hop. Mikroftalmiya bilan kasallanganlar. O'z-o'zidan yarimi. Mikroftalmiya heterozigotalilarmidi? Ya'ni mana bular. Hop. Mikroftalmiya. 12 ta qoldi. Endi bularni o'chiraman. Nimani? Katarakta polidaktilia kuzatilmagan. Kuzatilmagan desa, demak men taptamanil o'chiraman. 6 ta qoldi. Undan keyin Shemali boshqa yo'q. Mana shu 6 ta. Bu ham 25. 975. Yo, 24 ta. Ha, 160 ta. Ha, 24 dan ichida deb hisoblaymiz. 6 kere 24 bo'lsa, demak 25%. 25%. 25%. Xo'p, sizdan talab qilinadigan narsa mana bu yerda belgilangan har bitta organizmning genotipini to'liq yozgan bo'lishligi. Xo'p, qanday savollar bor? Menimcha javoblari ham shunday bo'lsa kerak. Shunaqasi. Xo'p. Demak, 42 ni ko'rib turinglar, men hozir qaytaman.